15 ming bera qoling. Boshliq, menda ham, sizda ham 15 ming pul yo'q. Pulni qayerdan olamiz hozir? Sog'lik paytimda ishim yurib turganda yordam qilgan qarindosh urug'larim bor. Shularni oldiga borib so'rab ko'ramiz. Amakimnikiga hayda 6-marta umraga ketishyapti ekan oilaviy. Puli bordir. Hoji aka, shunisiz jiyaningiz sog'ligida ozgina muammo bor. Shuni davolatish uchun 15 ming dollar kerak edi. Eshitdik, 6-marta oilaviy umraga ketyapsizlar ekan. Endi uka, o'zingizdan qolar gap yo'q. Bu 6-marta ketayotgan bo'lsam, Allohning baytiga ketyapman. Sizlarga yo birovnikiga ketayotganim yo'q. O'zim harakat qilib, mushedlarda payg'ambarimiz ravzalarini ziyorat qilgani ketyapman. O'rtoq, men ham hozircha ojizman. Lekin siz aytishingiz bo'yicha icha-picha yordam bera olaman, lekin oila bilan ketyapmiz-da. Lekin o'rtoq yo'q bas. Yo'qdan Xudo saqlasin. Men ko'nglimdan chiqqanim bor. Jiyanim ekan, jigarim ekan, mayli siz bilan kelibdi. Illo roziman berishga. Yana Xudo xolasa berishga qodir qilsin. Kasalni ham siz qilganingiz yo'q, baloga ham siz ro'para qilganingiz yo'q. Ana uni olinu bu jiyaning amakisiniga bordik. Yo'qdan boshini chiqarmadi meni. Ana borini oling ko'ngildan chiqqanin. Nima qilasiz chekib? Shu narsa siz muammolaringizni hal qilib bersa ekan, bilaman, ancha diqqat bo'lib qoldingiz. Sabr qilsangiz hammasi o'tib ketadi. Diqqat bo'lganingizni bildim. Sal miyangiz tinchlansin deb shunaqa tinchroq joyga olib keldim. Ancha tinch ekan. Bu joy ham meni hayotimga o'xshab tinch, sokin turibdi. Hozir atrofimdagi yaqinlarim, tanishlarim xuddi shunaqa jimjit bo'lib turishibdi. Xudo xohlasa ishlarim zo'r bo'lib ketsa, yana qarindosh urug'lar bilan, sinfdoshlar bilan aloqani tiklay olaman. Odam ichi to'lib ketganda hech kim yo'q joyga borib maza qilib baqirgisi kelar ekan.